kombaynimiz mana uryapti olasa yerni ichida. Yerni o'rtasiga kelasizlarda. Shunday tovonni botirib ko'rasizlar. Yerni ichiga kirdimi? Bo'ldi, tamom, buni balonli kombayn urolmaydi. Shunday o'rib keladi. Bunaqangi o'rib ketadi. Kombayn kirib ketgan joyga boshqa kombayn kelgisi kelmaydi. Kombayn chaqirishdan oldin shuni o'rtasiga kelib turib, oyoqni botirib ko'ringlar. Tovonga kirib ketsa bo'ldi. Ovora bo'lib balonni kombayn aytmay qo'yinglar. Buni faqat gustimiz salmon bilan uraradi xolos. Bunaqangi bo'lib balon kirib qoladi, aylanib qoladi oyda. O'zlaring qiynalasiz, u balonli kombayn 10 kilometr, 15 kilometrdan yurib keladi, ataylab 50 metr yurmasdan botib qoladi. Samsung chaqirish kerak, traktor chaqirish kerak, tortgani azoblanadi keyin. Yer loyni akalar. Sekin mini kombayn harakatini qilaverasizlar. Kombayn kirmagan yerda baribir kirib ursa sifatli uradi, arzonroq uradi. Kombayn kirib ketgan joyga uncha-munchaga boshqa kombaynlardan ham kelgisi kelmaydi. Mana bu yerda kelsa 100% qolib ketadi balon. Shunisi ham botib qolgancha qoldi. Ketgan mana. Kombayn kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bizda sterob bu kombayndan vodiy bo'yicha bemalol xizmat ko'rsata olamiz. Hamma kombaynlarimiz yangi. 2025-yil avgust oyida kirib kelgan Xitoydan. Ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz. Like bosib qo'yasizlar.